Yo'llar juda ham tor, marshrut qatnovi esa kam. Aholi bundan norozi. Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi Toshmi va Oltintepa ko'chalari torligi hamda 476-160 marshrut qatnovlarining kamligidan aholining bir qismi transport vositasiga sig'may qolmoqda. Bu haqida Effektoz axborot agentligiga murojaat kelib tushgan. Oltintepadagilarga Xudo sabr bersin. Mana shu Toshmidan boshlab Oltintepagacha probka. Bittali yo'l. Yo'lni kengaytirish kerak. Rosa aholi ko'payib ketdi bu yo'lda. Mana avtobus. Eng qizig'i bu avtobusning konditsioneri yo'q. To'la bitom odam. Murojaatchi o'z murojaatida marshrutlarda odam ko'pligidan yigitlar, ayol va qizlarga nisbatan nojoiz harakatlar qilayotganini ta'kidlab, ushbu muammo necha oylardan buyon bartaraf etilmayotganini bildirgan. Yo'lda harakat qilaman. Sizlarga tushib qolinglar. Mana Toshmini bu yog'i, postidan bu yog'ini ahvoli avtobuslarim. Odamlar xor. Mazkur masala yuzasidan Toshkent viloyati Toshkent tumani hokimining matbuot kotibi Ismoilova Dilafruz bilan bog'langanimizda u bu masala transport vazirligining vakolatiga kirishini ta'kidladi. Muammo bor. Bu bilan bir necha marta shug'ullanishga harakat qildik. Qaysi ma'noda bu transport vazirligi yechadigan masala. Qo'yib bermayapti avtobus. Bu yoqqa tumanga, shaharlar tashqariga chiqarib bermayapti avtobusni. Bu masalada bizni bir necha marta borildi transport vazirligiga. Aholidan shunaqa e'tiroz tushyapti, murojaat tushyapti degan ma'noda. O'zimiznikilarni kuchi yetmayapti avtobusni to'liq ta'minlab berishga. Afsuski, bu masala bo'yicha vazirlikka bog'langanimizda matbuot xizmati Navruz Ashurmatov aksincha javob berdi. Biz hech qanday hududni avtobus bilan to'g'ridan-to'g'ri ta'minlamaymiz. Bu tadbirkorlarga bog'liq. Ular tender orqali o'sha yo'nalishlarni yutib oladi, dedi. Tadbirkorlarni tenderga yo'naltirish esa hokimlik tomonidan amalga oshiriladi. Bizaga ishlar bo'yicha transport vazirligi bizaga avtobus bermayapti. Bu masala Transport vazirligi to'g'ridan to'g'ri avtobus berish bilan shug'ullanmaydi. Transport vazirligining tasarrufida hech qanaqa avtobus yo'q. Tashuv faoliyati bilan hududlarda tadbirkorlar shug'ullanishadi. Otangga bor, onangga bor. Xullas, bir so'z bilan aytganda, yo hokimiyat bizga noto'g'ri ma'lumot berdi, yoki vazirlik. Biz esa yana Toshkent tuman kengashi deputati Mir Islom Usmonov bilan ham bog'landik. U muammo yechimi izlanayotganini ma'lum qilib, may oyi oxiri 15-iyunga qadar Kelis Renaissance MChJ korxonasi tomonidan avtobus qatnovlari yo'lga qo'yilishi rejalashtirilayotganini ta'kidladi. Endi